Maşallah. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun. Mana bugun 2026-yil, Xudo xolasa 4-yanvar sanasida turibmiz. Ozgina qo'llarimizni obzor qilamiz video. Mana marhamat. Mana ba'zi qo'llarimiz Xudo xolasa qolmadi. Bularimiz 2 oy plyuslarimiz. Bular gibrid. Bularimiz hekol. Maşallah. Mana ba'zi turibdi. Biz sotyapmiz. Ko'proq hozir ko'rsangiz triga ketmoqda. Go'sh ham yaxshi ketyapti, lekin trigini ham olib ketishyapti azlar. Kelib. Lekin video qila olmayapmiz. Bularni. Bular hammasi erkak, 3 oy atrofida. Mana ba'da samkalar, ya'ni qizlar 2,5 oylik, xudo xolasa. Mana. Sotuvda bor, mashlar sotuvda hozir. Mashlar qola sotuvda. Mana sizlar, mana. Maşallah. Veslari ham 2,5 kilo, 2 kilo 400, 2 kilo 600, 2 kilo 700. Toza hikol. Mana ba'da esa mana. Mana bularimiz 36 kunmi, 35 kun bo'ldi, xudo xolasa bugun. Veslari ham 8-9 gram. Lekin biz ajratganmiz onadan. Yana bir 10 kun turadi, xudo xolasa, ajratamiz. Yem yeydi, lekin ajratmaymiz. Orada tutamayib turadi. Ona sut kerak. Mana ba'da. Mana gibridlarimiz. Gibrid. Velikan plus hikol. Mana bularimiz 2 oylik, xudo xolasa. Maşallah. Mana bu yerda esa ona qo'ylarimiz, xudo xolasa mana bu yerda 3 kunlik. Maşallah.